mana anaqada sariqligi bor bolalarda nima bo'ladi-da, qaranglar, vazospazm bo'ladi-da, sosudlari ozginagina boshchasida spazmlari bor, anaqasi ham bor. Kislorod yetishmovchiligi ham bor, postgipoksichskiy ishemiya ham bor bolada. Chunki hali sariqligi to'liq ketmaganda, yig'loq emasmi, injiq emasmi? Chunki sapsariqqina limonchadek bolangizda. Siz limon yeganingiz bilan bog'liq emas, kilolab limon yedim deyapsiz-ku, limon yesa bola sariq bo'lmaydi. Yig'loqi 24 soat beshikdan tushmayapti. Yo'g'i. Anaqa gapda yaxshi pediatr topib, chiqib ko'rsatasiz, xo'pmi? Boshida aytdim, ozginagina vazospazmlar bor, xavotirli emas. Buni to'g'irlasak bo'ladi. Kelishdikmi? O'z vaqtida analizlar topshirib, o'z vaqtida bolajonimizni qaratasiz. Qancha tez sariqligi ketsa, shuncha bolajonimiz yengil bo'ladi. Boshida unaqa ortiqcha suyuqligi yo'q, kistalari yo'q, gematomalar yo'q, qon quyilish belgilari yo'q. Faqat ozgina postgipoksichskiy ishemiya bor, ozgina vazospazm bor. Unaqa xavotirli narsa ko'rmadim. Xudo xolasa kamida ministr bo'ladigan boshcha.